Shukrullo Qodirov jangni boshqarib boradi. Qanday jang. 60 kg bo'lgan vazn. 60 kg. Перунаring красный угол. Qizil burchakka Xorazm O'zbekiston vakili Javlon Madrimov chaqiriladi. Javlon Madrimov chiqib keladi. Omad tilaymiz. Xorazm o'g'loni Shohrux Umidov shogirdi. Keldi mana. Ugal to'p burchakka. Uning raqibi Tojikiston vakili Sayfullo Sharipov chaqiriladi. Sayfullo Sharipov u ham juda kuchli kickbokschi ekanligini namoyish etib berdi mana shu turnir davomida. Ko'ramiz endi. Категория 60 кг. Официальное представление бойцов. Первый боец кратный год. Qizil burchakda. Hamyurtimizning yoshi 18da. Bo'yi 170 cm, vazni 60 кг. Он мастер спорта, двухкратный чемпион O'zbekistona по кикбоксингу представляет Manguberdi avlodlari Xorazm Javlon Madrimov. Его соперник в синем углу ринга. Бойцу 22. Его рост 1,70 м, вес 60 кг ровно. Он мастер спорта, 7-кратный чемпион Таджикистана, призер чемпионата мира. Представляет команду ВАКО Таджикистан Душанбе. Таджикский орел Sayfullo Sharipov. Qanday jang kutyapti siz o'zingizni? Shukrullo Qodirov referiyani bir eslatib o'tamiz. Ikkisi ham mustahkam turadi oyoqda, ikkisi ham kuchli zarbalar yo'llashadi va jangda qanday o'zini namoyish etib berishadi. Hozir birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Demak, bahs boshlandi. Low kick, front kick Sharipovdan Madrimov. Yana bir low kick. Og'ir zarba yo'llashga harakat qilyapti. Tizzada jigarga hozir zarba qaytardi. Mamlakatimiz vakili, ammo mana shu low kicklardan ehtiyot bo'lish kerak. Pastki to'pog'iga yo'llayapti zarbani. Kutib olishga harakat qilyapti. Og'ir qo'l zarbalarini amalga oshirgan holda Madrimov. Qarshi hujum. Yaxshi uppercut zarbasini amalga oshirishga va bo'ldi. Qo'llar ustidan o'ng qo'lda zarba va masofani his qila boshladi. Javlon middle kick va darhol ortga bir qadam tashlayapti. Mana shu low kicklardan himoyalasa kifoya, chunki harakatlanishga ta'sir o'tkazishi mumkin bu zarbalar. Qarama qarshi zarbalar, ikilik
Sayfullo, ammo javob qaytaryapti. Mana bunday kuchli zarba bilan ochiq jang taklif etyapti. Backfist o'tmadi, mo'ljalga bormadi, ammo qoringa biroz menimcha aniq bo'lmadi mana shu zarba. Yana bir zarba. Asta-sekinlik bilan muvozanatdan chiqarishni boshlayapti raqibni. Low kick o'tyapti. O'ng qo'l tordan yo'llangan zarba. Tizzada zarba. Oldinga qarab qadam tashlayapti Dadil. Madrimov yana bir hujum shturm amalga oshirdi. Yaqin masofali zarbalar mana shuni bunday xush ko'radi. Javlon va raqibini o'z domiga tortib ketyapti. Asli olganda Sharipov ham mana shu yo'sinda jang olib bordi, ammo bir-ikki kuchli zarba uni o'ylab turib masofadan jang olib borishga majbur qilyapti. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Bu hali birinchi raund. Yana o'ng qo'l uppercut zarbasi o'tmadi. 10 soniya vaqt qolyapti. Chap qo'l zarba endi mo'ljalga bormoqda. Anchagina kuchli va qiyin holatga solib qo'yapti raqibni. Takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Uppercut o'tgan ekan uppercut zarbasi. Mana bu yerda ham chap qo'l qisqa masofada faqat tizza zarbasi mo'ljalga bormoqda. Tizzada yo'llangan zarba aniq bo'lmadi. Ikkinchi raund. Chap qo'l. Aldada o'ng qo'lini ko'rsatib, chap qo'lida yondirama zarba yo'llashgan faqat bo'ldi. Asta-sekin mana shu zarbalar u so'zni aytishni boshlayapti. Low kick, yana bir muvozanatdan chiqarish. Tizzada zarba parvozda. Xilma-xillikni oshiryapti, ya'ni bir xil hujumlar amalga oshirmayapti. Raqibga esa bu noqulaylik tug'diryapti. Ya'ni qaysi joydan xavf kutishni bilmay qolyapti. Sharipov backfist o'tyapti. Japon qo'l. Ikkilik zarbasi o'tdi bu yerda. O'tdi zarba hozir. Ikkita zarba ham. Yana ikkita zarba, uchinchisi. Middle kick. Ushlab turib zarba yo'llamaslikni talab qilyapti referi. Muvozanatdan chiqarib yubormoqda. Qarab qo'ydi burchakka, Umidovga. Endigina ikkinchi raundning yarmisi o'tdi. Jigarga zarba. Low kick, xavfli low kicklar, albatta xavfli mana shu low kick zarbalar. Chap qo'l yondirama zarba, charchash mumkin emas. Bitta zarba ushlab turib yo'llash mumkin, faqatgina tizzada mana shu low kicklarni og'dirishga, yo'llashga imkon bermaslik lozim. Ulgurmayapti Shukurla Qodirov ham hozir zarbaga chap berishga. Low kick bor ekan-ku Madrimov.
Hozir low kick o'tkazib yuborgandan so'ng yaqinlashga harakat qilgan edi, ikkita zarba o'tkazib yubordi. Juda kuchli bo'lmasligi mumkin, ammo aniq. Middle kick. Yo'q. Ring markazini raqibga berish mumkin emas. Charchash mumkin emas bunday qarama-qarshilikda. Chap qo'l. Yana bir chap qo'l zarbasi. Chap qo'lda hozir to'rdan yo'llangan zarba. Tizzada ortidan va masofani qisqartirish kerak. Yorqin ikkinchi raund. Raundning katta qismini Madrimov yaxshi o'tkazdi, ammo o'sha low kick zarbalari o'z so'zini aytishi mumkin. Mana o'sha zarba. Raund so'ngida Uchinchi raund do'stlar, uchinchi raund. Low kick. Yaman emas. Low kick. Yo'q, bu yerda zarba yo'q. Ehtiyot bo'lish kerak. Bunday kombinatsiyalardan hozir middle kick o'tyapti. Ikkinchi zarbasidan so'ng ikkinchi zarbasi mo'ljalga bormagan bo'lsa-da middle o'tmoqda. Ya'ni qoringa yo'llangan zarba. Ochiq jangga taklif qiladi. Madrimov hech qachon qochmagan ochiq jangdan. Har doim har doim tayyor. Bir yarim daqiqa vaqt qolyapti jang yakuniga yetishiga. Mana shu zarba, mana shu low kick, High kick. Chiqish jarayonida low kick. Low kick xavfli ekan, ko'ryapmiz. Haqiqatan xavfli ekan. Mana shu zarbasi. Uchinchi raund boy berilyapti, ochiqni aytib o'tamiz, chunki qo'l zarbalarini ham o'tkazib yubordi. Mana darhol ikkilik zarba bilan qaytardi. Eshitchamanmi meni Madrimov. Chap qo'l. Tanam tinchimas low kick. Sayfullo Sharipovdan. Undan avval zarba qabul qilib oldi, chap qo'l yon taraflama, lekin keyinchalik low kickni yo'lladi. Endi bermadi, tizzada zarba. Zarba bilan kirib borish kerak. Zarbasi kirib borib bo'lmaydi. To'xtash olasidan so'ng zarba berish kerak emas. So'nggi 10 soniya low kick. O'ng qo'l. Ortidan chap qo'l zarba o'tyapti. Front kick. Back fist bilan yakuniga
yetkazmoqda mana shu jangni. Javlon Madrimov. Bizda hech qanday shak shubha yo'q. Shuhrat Temirov. Professional bokschilar jamoasi murabbiyi asosida Oybek Nurmetov, Botir Zokirov va hozirda amaldagi jahon chempioni Hasan Baratov. Qaror hakamlarda qanday? O'zbekiston Kickboksing assotsiatsiyasi bosh hakami, xalqaro toifadagi hakam Timur Muhamedjanov. Добро пожаловать. Timur Muhamedjanov taklif qilinmoqda. Ushbu jangda 2-1 hisobi qayd etildi. 2-1. В данном поединке победу со счетом 2-1 одержал Katpro Tailand Bangkok musobaqasi litsenziyasi sohibi Xorazm Javlon Madrimov. Javlon Madrimov litsenziyani qo'lga kiritmoqda. Haqli. Bu yerda hech qanday e'tirozga o'rin bo'lishi mumkin emas. Shohruh Xomedov shogirdi birinchi, ikkinchi raund 12, uchinchi raundda imkoniyatni boy berdi. Timur Muhamedjanov yuqtirishga harakat qilyapti sportchini. Tushuntirishga